Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Qashqadaryo, Qarshilik, qadrdon aka-ukalar, vatandoshlar. Videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya beraman va xudo xolasa sizlarni yaxshi bitta xizmatinglarni, doimiy kerak bo'lgan xizmatlardan bittasini o'rgangan ukamiz Qarshiga otlanmoqdilar. Ismlari? İsmim Jasur. Necha yoshdasiz? 29. Uylangan, bola chaqa bormi? Xolos. Kechikib qolmadingiz hunar o'rganishga? Yo'q, ustoz, hunarda erta kecha yo'q ustoz. Mashalloh, zo'r. Yo'qishim ismlari Shahboz. Eshik regulirovka bo'yicha 13 yillik tajribaga ega. Deyarli 1 yil bo'lib qoldi. Shogird chiqazyapti. Hozir mana Qarshi shahridan kelgan Jasur ukamiz bu sohani o'rgandilar. Qanchalik o'rganganliklarini savol berib ozgina qiziqamiz. Nima deb o'ylaysan, jigar? Qarshida eplay oladimi, eplay olmaydimi? Xudo xolasa eplab ketadilar. Yana bitta yutuq taraflari oldindan avtoelektrika sohasida ishlagan qadrdonimiz Qarshi shahrida Pitstop nomli avtoservis bor. Buni ko'pchilik biladi. Endi o'sha servisda inshaalloh Toshkent sifatidagi darajadagi eshik regulirovkani yo'lga qo'yishimiz kerak. Toshkentning sifatini Qarshida ham, Qashqadaryoda ham 100% natija bilan qilib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa kamchilik bo'lmaydi. Inshaalloh. Bir oyga keluvdilar, ya'ni 42 kun yurdilar. 12 kun yana ustilarida ishladilar. Xudo xolasa u yoqda eflillar aka shu hisob. Hammaga qiziq bitta joyi bor. Necha pul to'ladingiz? Ustoz, shogirdlikka $500 pul to'ladik. Voy, ko'p-ku, nima keragi bor? $500 ham sarflaydimi shu hunarga? Ya ustoz, arzimagan bitta telefonni ham $1000 ga olib turishibdi-ku. Mashalloh. Hunarga $500 tiksa, unaqa telefondan nechtasini olsa bo'ladi. Misol uchun. To'ppa-to'g'ri. Shahboz aka hunarni hech qanaqasiga yashirmasdan ustozimiz hammasini sir-sinoatlar bilan o'rgatib berdilar. Mana Comfort Tuningga kelib, Shahboz akadan misol uchun hunar o'rganganimda afsusdan emasman, hammasi zo'r. Alloh ishingizga baraka bersin. Men vohadan o'rganganingizdan xursand bo'ldim. Chunki men o'zi asli vohalikman-da, lekin vodiylik qadrdondan o'rgandingiz. Alloh rozi Men bo'lsin. qo'qonlikman. Ustozni ishlariga o'zi anchadan beri qiziqib, videolarini ko'rib, yaxshi niyat bilan o'rganamiz deb kelganmiz. Shu ishlari mana 0 dan 100 gacha zo'r bo'lib chiqqani uchun Shahboz akamga shogird bo'lib kelganmiz. Qarshida joyimiz qayerda joylashgan? Gezdi bo'yida Formula avtoservis, Pitstop avtoservisda. Nomeringizni aytib qo'ying. Necha nomerga murojaat qilishsin? 91 960 60 00. Eshik regulirovka xizmatlarimizni Toshkentda ham, Qarshida ham deyarli narx-navoda bir xil bo'ladi. 4 ta eshik, kapot bagajli, o'zimizda ommalashgan hamma avtomobillarni 150 ming so'mga qilib beramiz. Bu hunarni o'rganish uchun qayerga murojaat qilishsa endi odamlar? Hozlash uzga murojaat qilib, pastda qoldirilgan nomerlarga bemalol aloqaga chiqishsa, hammasini tushuntirib gaplashib olishadi. Eplasanglar, xudo xolasa davomiy sizlarga hunar bo'ladi. Avtomobilga yaqin bo'lgan insonlar, mana bu jigarim elektrika sohasida ishlaydi. Kimdir polirovka keramika sohasida ishlaydi. Kimdir yana boshqa sohalarda ishlaydigan, eshik regulirovkani yaxshilab o'rganmoqchi bo'lgan akalarimiz necha nomerga murojaat qilishsin? 99lik 089 88 80. Taxminiy hisobda avtomobilga yaqin sohada ishlaydigan qadrdonlarimiz qanchada o'rganishligi mumkin? O'zida bo'lsa 20 kunda o'rgansa bo'ladi. O'zi 1 oyga kelsalar, yana ham mustahkam o'rganib olsalar bo'ladi. Mukammal. Davomiy bo'ladi ustoz, xudo xolasa. Oqibatingiz ko'z tegmasin. Rahmat. Rozimisiz o'rganganingizdan? Mingdan ming rozimiz ustoz. Bergan hunarlariga rozi bo'lsalar bo'ldi ustoz. Rozimisiz? Men roziman ustoz. Alloh baraka bersin, oqibatingiz ko'z tegmasin. Millat sifatida birlashib, xalqimizning xizmatini chiroyli qilishni hammamizga nasib qilsin. Inshaalloh. Salomat bo'linglar.